amaliyotda aniqlangan. Shuning uchun ushbu shesterna uchun o'rtalik qiymati bo'lgan 25 qabul qilingan. G'ildirak uchun esa o'z navbatida g'ildirakning tishlar sonini aniqlash, demak ushbu birinchi shesterna tishlar sonini reduktorimizni uzatish nisbatiga ko'paytirish orqali aniqlangan va 50 ekani aniqlangan. Demak 50-25 buni agar bir-biriga nisbatini ko'radigan bo'lsak, uzatishlar soni o'zgarmay qolganini ko'rib o'tamiz. Undan keyin tashqi aylana moduli aniqlanadi. Bu qiymatimiz, tashqi aylana modulimiz tashqi bo'luvchi diametrimizni g'ildirak uchun aniqlanganligi uchun uni tishlar soniga nisbati bo'yicha. Ushbu qiymatni standart bo'yicha yaxlitlash shart emas. Va modul aniqlangandan keyin tashqi aylana diametrini modul bo'yicha hisoblash bajariladi. Mana bunda 280, demak hammasi xatolik 0%, yuqoridagi qiymat chiqdi va agar sizlarda mana shu qiymat farq qiladigan bo'lsa, yuqoridagi 280 dan farq qiladigan bo'lsa, mana shu qiymatdan. Demak, xatolikni 2% dan oshib ketmasligiga e'tibor qilasizlar. Konuslarning bo'luvchi burchaklari aniqlanadi keyingi bosqichimizda. Bu delta 1 va delta 2 lar katangens delta 1ni aniqlashda reduktor uzatish nisbatini mana bu 2 ni mana katangens qiymatini topish bilan aniqlanadi. Demak bu 26 gradus 30 minut tashkil qilyapti. Delta 2 shu 90 gradusdan olish natijasida bu 63 gradus 30 minut ekanligini ko'rib olishimiz mumkin. Ya'ni mana shu burchaklar. Demak bu ikkala burchakning yig'indisi doim hamisha 90 gradus tashkil qiladi. Chunki biz 90 gradus burchak ostida uzatuvchi konusmon g'ildirakni loyihalayapmiz. Va undan keyin 9-punktimizda tashqi konuslik masofasi va tish uzunligi aniqlanadi. Area tashqi konuslik masofasi, buni ham chizmadan ko'rib esimizga solib o'tishimiz mumkin. Mana bu 0-nuqta, ya'ni konusmon g'ildirakning kesishish nuqtasi markaziy o'qlarning va shuni g'ildirakning eng chekka holatdagi qismigacha bo'lgan masofasi. Demak bu qiymat ushbu formula bilan aniqlanadi. Formulaga e'tibor qiladigan bo'lsak, demak modul tishlar soni bilan bog'liq va 156,5 chiqqan. Bu qiymat asosida g'ildiragimizni eni aniqlanadi. Eni qalinligi qanchalik? Bu 44,6 mm bo'lyapti va u o'zidan katta bo'lgan butun songa yaxlitlanadi faqat. Mana shuni qabul qilib o'tishlaringiz mumkin. 10-punktimizda shesternaning tashqi bo'luvchi diametri DE1 modul orqali aniqlanyapti. 11-da shesterna o'rtacha bo'luvchi diametri D1 aniqlanyapti. Demak, o'rtacha bo'luvchi diametrni mana bu chizmadan ko'rib olishimiz mumkin. D1 mana shesterna va g'ildirakning ilashish nuqtalari bo'yicha tish o'rtasidan o'tuvchi to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan diametr hisoblanadi. Va undan keyin 12-punktimizda shesterna va g'ildiraklarning tashqi uchi bo'yicha diametr DAE1, DAE2 aniqlanyapti. Demak, bu tashqi aylana diametrlarini modul va oraliq burchakni ikkilangan ko'paytmasini qo'shish orqali hisoblanadi. Ya'ni tashqi bo'luvchi diametrlardan biroz kattaroq diametrlar 140, demak 150 ga chiqyapti. Mana DAE1ni chizmadan ko'rib o'tishimiz mumkin. DAE1, mana DAE1 demak uchidan o'tuvchi diametrlarimiz bo'lib, bu DE1ni o'zidan mana shu qiymatga katta ekanligi bilan chiqyapti. Demak, DAE1, DAE2 lar hisoblangandan keyin tishning o'rtacha aylana moduli aniqlanadi. Bu 4,7. O'rtacha diametr bo'yicha shesterna eni uzunlik koeffitsiyenti aniqlanadi. G'ildirakning o'rtacha tezligi aniqlanadi. Bu tezlik albatta diametr va burchak tezlik orqali aniqlanadi va ushbu
qiymat konsumant ishli uzatmalar uchun tezlikka mos holda uni aniqlik darajasini ham yozib o'tishimiz mumkin. Mana shu 16-punktni yozib o'tish ixtiyoriy hisoblanadi. Uni aniqlik darajasini xohlasangiz yozib o'tishingiz mumkin. Tezlikka bog'lab xohlasangiz yozmasligingiz ham mumkin. Kontakt kuchlanishini tekshirib o'tamiz endi. Yuqoridagi koeffitsient qiymatlar bo'yicha demak kontakt kuchlanishini haqiqiy mana shu hozir hisoblab o'tgan diametr va o'lchamlar bo'yicha tishli g'ildirakda yuzaga keladigan kontakt kuchlanishini tekshiramiz. Demak, u ushbu formula orqali hisoblanadi. Bu yerda e'tibor qiling formulaga area, konus, tashqi konuslik masofasi, g'ildirakning eni, g'ildirak uchun berilayotgan eng katta buruvchi moment, reduktorimizning mana bunday reduktorimizni uzatish nisbati va mana shu qiymatlarni birgalikda qo'llash natijasida kontakt kuchlanishi tekshirilyapti. Demak, 827 megapascal chiqqan va bu 845 megapascaldan kichkina, ya'ni shart bajarildi. Yuqorida biz ikki kuchlanishni aytib o'tgan edik. G'ildirak va mana Chesterna uchun 875, g'ildirak uchun 845. Shuning eng kichigidan teng yoki kichik chiqsa shart bajarildi va mana shu tanlangan diametr, g'ildirakning eni, hisoblangan qiymatlar hammasi o'z o'rnida to'g'ri bajarilganligidan dalolat beradi. 19-punktimizda esa ilashdagi kuchlanishlarni qarab o'tiladi. Bu yerda demak F'da aylana kuch, radial kuchlarning son qiymatlarini aniqlab o'tamiz. Ularni ham vaqtida aniqlab o'tamiz, chunki keyingi hisoblarda vallarni, shesternallarni mustahkamlikka hisoblash jarayonlarda bizga kerak bo'ladi. Undan 20-punktda tishlarni eguvchi kuchlanishga chidamliligini tekshiramiz. Demak, bu mana quyidagi formula orqali hisoblanadi. Ushbu formuladagi son va koeffitsiyentlarning jadvallari bu yerda keltirilgan va mana shu holatda qabul qilingan tanlangan qiymatlar xuddi sizlarda ham sizlarning variantda ham qo'l keladi. Natijada ushbu ifodalar orqali ruxsatilgan kuchlanish hisoblab chiqilganimizda 278 megapascal ekanligi ma'lum bo'ladi va bu Stalker HN3 egilishga chidamli chegarasining sikl bo'yicha o'zgarishidan kichik ekanligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Mana 235 bu 278 megapascal shart bo'yicha kichkina ekanligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Ushbu qismigacha demak 9-punktda biz asosan reduktor, ya'ni konussimon g'ildirakli tishli reduktorning o'lchamlarini hisoblash ishlarini ko'rib o'tdik. Keyingi reduktor vallarining hisoblarini keyingi qismlarda ko'rib o'tamiz.